Ezra 1-bab. Persiya podshohi Koresh taxtga o'ltirgan 1-yili Parvardigor Yeremiya payg'ambar orqali aytgan so'zlarini amalga oshirdi. Xudo Koresh podshohning diliga selib bir farmon tushirgizdi. Podshoh uni qog'ozga putib, podshohlikning hamma yeriga tarqatdi. Bu Persiya podshohining aytganlaridir. Parvardigor, yani arshi a'lodagi Xudo bütün yer yuzidagi podshohliklarni menga ato qildi. U meni Yahudiyaning Yerusalim shahrida o'ziga atab bir ibodatxona qurishga tayinladi. Parvardigorning o'z xalqi bo'lgan sizlar Isroillar Yahudiyaning Yerusalim shahriga berib, Parvardigorning, ya'ni ajdodlaringlar e'tiqod qilib kelgan Xudoning ibodatxonasini qayta bino qilinglar. Xudo Yerusalimdadir. U sizlarga yor bo'lg'ay. Mayli qayerda bo'lsin, surgunlar orasida Yerusalimga qaytmoqchi bo'lganlar bo'lsa, ularga qo'lim qo'shnilari yordam qilib, oltin, kumush, mol-mulk va molvaron bersin. Uningdan boshqa Xudoning Yerusalimdagi ibodatxonasiga xolis hadiyalarni sunsun. Shuningdan keyin Xudo dillariga solgan ishni o'rindash uchun Yahuda va Binyamin qabilalarining boshliqlari, ruhoniylar va laviylar Yerusalimga berib, Parvardigorning ibodatxonasini qaytadan bino qilishga tayyorlandi. Barliq qo'lim qo'shnilar ularga yordam berib, oltin, kumush qochilar, mol-mulk, molvaron va qimmatli narsalardan boshqa yana ibodatxona uchun xolis hadiyalarni sundi. Koresh podshoh ularga sobiq podshoh Nebukadnezar Yerusalimdagi ibodatxonadan o'lja elib, o'z butxonasiga qo'ygan qochquchilarni qaytarib berdi. Persiya podshohi Koresh xazina vaziri Mitridatni bu qochquchilarni qaytarib berishga mas'ul qildi. Mitridat Yahudiyaga qaytadigan surgunlarning boshlig'i Sheshbassarga ularni sanab o'tkazib berdi. Ularning tizimligi tuvandikicha: 30 dona oltin dos, 1000 dona kumush dos, 29 dona kumush asboblar, 30 dona oltin qocha, 210 dona kumush qocha, 1000 dona boshqa xil qochqucha. Hammasi bo'lib 5200 dona oltin kumush qochquchi bo'ldi. Surgunlar Bobildan Yerusalimga qaytib kelganda, Sheshbassar bu qochquchilarni birga elib keldi.